Assalomu alaykum. 48 volt 15 amperlik lition akkumulyator keldi. 3 parallel, 13 ta ketma-ket. 21700. Hop, mana hozir ko'rasizlar, mana aktiv balanslarga ulab qo'yganman. 921 millivolt farq qilibdi yacheykalar orasi. 13-yacheyka kuchlanish pasayib ketgan. Qolganlari yaxshi. Ichki qarshiligi yaxshi, bilan balans qilib qo'ysa bo'ldi. 13-bankada ichki qarshilik o'zgarib ketgan. Uni balans qilamizda, qolganlarini 13-bankada almashtirib beramiz. Hamma akkumulyator ham shunaqangi ishlayvermaydi. Umuman ko'pi o'lgan bo'lsa almashtirish kerak bo'ladi. Hammasi ham remontga chiqmaydi. Lition, litiy jeleza fosfat akkumulyatorga kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, terib beramiz. Bu akamizni ham akkumulyator almashtirib bersak, yaxshi ishlayveradi. O'ziga mos akkumulyator qo'yib beramiz. Xizmatda bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerini qoldiraman oxirida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.